Bu juda qiziq narsa. Bilasanmi, seni ham tushunishga harakat qilyapman, lekin muqarrarlikka tayyor bo'lmaydigan darajasida bunchalik sodda bo'lishni tasavvur qilish qiyin. Yuzimga tushir. Bu menga yoqadi. Kamdan kam xato qilaman, lekin davom etamiz. Bu $31 million. Xo'sh. Bu pul bilan nima qilardingiz? Bilmaysizmi? Hayron qolmadim. O'zim taklif qilsam-chi? Buni bo'yning orqasiga qo'ysam bo'ladimi? Bu nima bo'ldi? Ha, buni eski uslubdagi bozor tadqiqoti deb hisobla. Faqat shuni bo'yning orqasiga joylashtirishingni so'rayman xolos. Va mana bu pulning hammasi seniki bo'ladi. Yaxshisi qo'llaringni sindirib tashlasam-chi, nima qilarkansan? Keyin pullarni olardik-a? Bu la'nati boylar o'zi shunday. Mayli. Sendan kichkina bir iltimosim bor. Do'stlaringni yo'q qil. Bill. To'xta. Maxsus nahotgich ishlatishingiz rost ekan-da. Bundan faxrlanishingiz kerak. Bunga o'zingiz sababchisiz. Serial davomini hozir yangi TV ilovasida tomosha. Dunyo tugashi mumkin, ammo taraqqiyotlar davom etaveradi. And I seem to find the happiness I seek Fallout. when we're out together dancing cheek to cheek.